shuur tanir ko'hna dunyoni, anglatasiz diliga solib ziyoni, mag'zi zamindan to bag'ri samoni. Ilmu hunar adab so'ylaydi rozlar, sizning mehnat ila aziz ustozlar. Ilmu hunar adab so'ylaydi rozlar, sizning mehnat ila aziz ustozlar. Sizga timsol bilib siz tutgan burni, sizga loyiq deymiz yurakda turni. Shogird kamoli deb ayamaysiz hech, ko'zdagi nurni-yu qalbdagi qo'rni. Qadamlar mustahkam baland parvozlar, sizning zahmat ila aziz ustozlar. Qadamlar mustahkam baland parvozlar, sizning zahmat ila aziz ustozlar. Otaday ulug'siz, onaday suyuk, inson hayotida o'rningiz buyuk. Qaydan yana sizda buncha xokzorlik, ey beminnat kamtar, ey bag'ri kuyuk. Umrimiz gulshani topar pardozlar, sizning himmat ila aziz ustozlar. Umrimiz gulshani topar pardozlar, sizning himmat ila aziz ustozlar. Mehr bilan dildan berganda ta'lim, quyoshday saxiysiz dono muallim. Ranju zahmatingiz uchun tashakkur, bardoshingiz uchun yana bir ta'zim. Ne ajab aylasak mudom e'zozlar, sizni hurmat ila aziz ustozlar. Ne ajab aylasak mudom e'zozlar, sizni hurmat ila aziz ustozlar.
ekan. Ko'ring, tomosha qiling. Dunyoda agar hayot bo'ston bo'lsa, so'zi muallim. Agar hayot uzuk bo'lsa, o'zi muallim. Dunyoda bo'lmasa muallim, agar hayot ham bo'lmasa go'zal bu qadar. Birinchi shartimiz ustoz haqidagi she'rlarga beramiz. Qalam tutib qo'limda e'tiroz, yozuvchisi o'rgatgan ustoz. Eslagaymiz sizni ko'p bor, ta'lim bergan birinchi ustoz. Behuda ketmadi qilgan mehnatlar, siz uchun yaralsin bor rohatlar. O'quvchi maqsadga go'yo farzandlar, jon fido aylagan birinchi ustoz. Bizni yetaklagan kamolat sari, bilim bergandan ketmagan nari, aylanar haqiqat bularning bari. Bilimlar chashmasi birinchi ustoz. Ko'p ozorlar bersak ham sizga, barcha bilganlaringizni o'rgatdingiz bizga. Bolada sho'xliklar qiladi menga deb yana boshini silaysiz ustoz. Hanuz to'g'raman yoshlik chog'larim, deysiz bular mening o'quvchilarim. Ko'chada ko'rganda o'g'il qizlarim, qayta o'qisaydim birinchi ustoz. Bahorlar qaytadi yoshlik qaytmaydi, beg'ubor bolaligim yoddan chiqmaydi. A'lo baholarni olardim ustoz. Dadaxon o'tdi yoshliging, beg'ubor ko'p sho'xliklaring, armon bo'ldi aziz maktabing, siz ardog'da birinchi ustoz. Qavlarga beminnat mehrini sochgan, go'yo quyosh davlatligizga ko'chgan. Siz sabr har mahal baland parvozim, baxtimizga sog' bo'ling aziz ustoz. Ustoz otangday ulug', ustoz qadami qutlug', ustozning har kalomi ilmu hikmatga to'liq, ustozning dili ravshan, ustoz makoni yorug', unib chiqar albatta ustoz tashlagan urug'. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug', Temur bosh qo'ydi mangu ustozning poyiga. Ustoz o'xshar olamning quyoshiga, oyiga. Bilim nuri yog'lar qadam qo'ygan joyiga, yo'llar adolat, vafo, muhabbat saroyiga. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug', ota-ona farzandni keltiradi dunyoga. Ustoz esa cho'mdirar ilmu hikmat ziyoga, yerdagi bolalarni ko'taradi samoga, ota-ona faxrsin aylantirar baqoga. Ustoz qadami qutlug', ustoz otangday ulug'. Sof ezgulik tilagi, u ham bizga otadir. Ilm hikmat qasrida ilk ustoz yagonadir. Tunlar sizga nafas, qog'oz qalam uyilgan, qo'lingizda siyohdan dil mehringiz quyilgan. Baholar a'la yaxshi, ayamaysiz maqtovni, charchamaysiz, hormaysiz, sabringiz baland tog'mi. Yillar o'tib ulg'ayib, bergan va'dam oqlayman, 100 yoshda ham shu holda turishingiz xohlayman. Sizga yurakda asragan so'zim, to mangu ta'zimda turaman o'zim. Dilimni tubida asragan so'zim, ezgulik yo'lida tolmang ustozim. G'am ko'rmang bu dunyo turgancha turing, 1000 yillik mehnatingiz rohatin ko'ring. Shogirdlar baxtidan shod mag'rur yuring, ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Hayot yo'llarimda yo'ldosh deb bildim, yo'limni yoritgan quyosh deb bildim, oliy yo'llarimda yo'ldosh deb bildim, ezgulik yo'lida tolmang ustozim. Sizning ta'limingiz olmagan kim bor? Siz yuraklarda ilk joy yoqqan, olimmi, shoirmi, bayo san'atkor, ilk bor sizga tamom ustoz deb boqqan. Bitta harf dardida ziyorat chekib, o'qida kunga ham qolgan inson. Ne ajab sizlarni baxtiyor etib, o'rnidan dasturi bosh egsa shon, buyuk oilashga ergan misol. So'z o'rgatdingiz qancha ranj bilan. Qo'plab bilarmikan bu qarni aql, uzib bilarmikan yuzlaganch bilan. Sho'g'inga kelganimda jajjigina bola edim. Senga hayratda boqqan ikki chaqnoq ko'z edim. Kun sayin g'urdilimni uyg'otar saboqlar. Men quchog'ingda ko'p topdim do'stlari, o'rtoqlar. Yuragimga joylandi ustozlarim so'zlari. Maktabim yo'llaringda qoldi jajji izlarim. Bir kuni shu izlardan boradi mening ukam, men kabi ochib kutib qolgan bunaqa.
Avvalambor assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Kelganlar uchun rahmat. Mana ustozimiz Rahimov bir necha yildan beri shu maktabga yosh o'quvchilarga dars berib, bilim berib kelganlar. Manimcha 35 yil bo'lgan ustozga katta rahmat. Sanoatlardan o'zimiz nomidan qolaversa ma'muriyat nomidan rahmat aytamiz. O'zi shunday o'ylab ko'rsangiz agar shu o'quvchini o'zi shunday bo'lmaydi. Chunki bunga ko'p vaqt kerak, ko'p mashaqqat kerak. Bitta harfni o'rgatish o'zi bo'lmaydi. Ayniqsa erkak kishi o'qituvchiga. Keraklar ma'lumot vaqtdan biza kamera qo'yganimizda ko'rib o'tiramiz. Shu har bitta o'quvchi bilan shuni ishlaydi. Bitta o'quvchi ustiga bitta ishlaydi. Ana o'quvchi birinchi sinfga kelgan paytda qanday holat edi, hozirgi 4-sinfga qanday. Kattakon rahmat ustoz. Shu o'quvchilarimiz nasib etsa shu maktabni yaxshi bitirib, qolaversa oliy yurtlarga kirib, mahallaga demaymiz, tuman demaymiz, shu respublikaga bir kerakli inson bo'lsin, kerakli kadr bo'lsin. Shu o'quvchilarimizning orqasidan faxrlanib yuraylik. Shu maktabni bitirdi, shu mahalla, shu tuman, shu respublika maktab faxrlanib yuraylik. Hammalarga o'quvchilar
farzandlarimiz sizlarga omad, o'qishlaringizga omad tilaymiz. Ota-onalaringiz baxtlaringizga do'yim, sog' bo'lsinlar boshlaringizga. Hammalaringizga rahmat, kelganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Faqat sizlardan bir iltimos, men ko'rib, kuzatib o'tiribman, o'quvchilar zo'r tayyorlangan. Har bitta she'rga bir diqqat bilan e'tibor bersangizlar, u she'ri shunday yodlangan, uni ichi mag'ziga kirsangizlar, shuni ma'noli. Oddiy misol, shu o'quvchimiz bor kelyapti. Dadaxon keladi. Shu she'rni aytadi, buni onasi siz ham shu she'rni aytadi, rahmat sizga. O'quvchilar bir bu emas, hammasi 100%. Odamni kelinki men o'zimni ko'zimdan yosh keladi. Eshitamiz. Ko'zimdan yosh keladi. Bu she'rni bir diqqat bilan, e'tibor bilan eshitsangiz, odamning ko'zidan yosh keladi, yig'layib borishni kerak. Ma'nosi zo'r. Hozirgina birinchi she'rni aytdi, ayrim ota-onalar e'tibor berganlarimiz yo'q. Bir e'tibor bilan bo'yib qo'yilgan emas hammasi. Shunaqa she'rlarni yodlagan ma'noli she'r. Sizlardan iltimos, diqqat bilan eshitib, mariqib bir tomosha qiling. Rahmat ustoz, charchamang. Birinchi 4-sinfni bitirganlari yo'q. Bu necha yildan beri shu ana shu yerda ichlarimizdan bor ustoz, o'sha sinfni bitirganlar. Doim ishingizga omad, oilaviy baxtlarimiz, charchamang ustoz. Shu farzandlarni o'zaro holatni ko'ringlar. İkinci şarkı ota-onalar haqidagi she'rlarga beramiz. Boshimni silagan, qolar endi yo'q. Ko'z yoshimni artgan, qolar endi yo'q. Balodan asragan duo endi yo'q. Ko'zimdan yoshsizdan ayrildim ona. Qornim ochma, to'qma, o'ylamas birov. Hayotning qornim ochma, to'qma, o'ylamas birov. Usposh olib beray deb yurdimas birov. Hayotning eng og'ir dardi bo'ldi yo'q. Ko'zimdan yoshsizdan ayrildim ona. Ba'zan erta kelib, ba'zan kelmas hech. Kelishim kutgan ko'z ko'zimmas hech. Hali ertamda yo'q qoldim hech. Didosingga tushmay ayrildim ona. Silolmadingiz ona bolam boshini. Tebratolmay beshigin artib yoshin. Allalaringizga mehr ulashib ko'rish nasib qilmadi to'y oshini. Dunyoning asbor tashvishlar zarbidan yelka siqotgan. Necha bir tongni uyqusiz otgan. Ey tangrim 5 kunlik yorug' dunyoda onamning umrini qilgin ziyoda. Anqiydi onamdan mehrning isi. Zarra ham topilmas faxrning izi. Ro'yobga chiqsin-da onamning orzusi. Ey tangrim 5 kunlik yorug' dunyoda onamning umrini qilgin ziyoda. Olat qildingiz iqbolim tilab, halol yedirdingiz boshimni silab, baxtga ichimga o'zingiz sabab. Rahmat sizga ona, rahmat onajon, men deb yashadingiz o'tkazib umr, uyqulardan kechib tutqazib huzur borligingiz uchun Allohga shukr. Rahmat sizga ona, rahmat onajon, men sabab halovat bilmaganimsiz, mening ko'zam uchun tinmaganimsiz, hech qachon yonimdan jilmaganimsiz. Rahmat sizga ona, rahmat onajon, yaxshi kunlar hamroh biz bilan bugun. Baxtim butun, shodlik quvonchim butun, mehnatingiz uchun, barchasi uchun. Rahmat sizga ona, rahmat onajon, uzoq umr ko'ring, baxtimni ko'ring, orzular ulashgan aftimni ko'ring, doim duo qilib yonimda turing. Rahmat sizga ona, rahmat onajon. Chiroyingiz gullar naslida. Go'zallarning naqshisiz ona, qolishmaysiz bahor fastidan. Siz amadan yaxshisiz ona. Siz bor alam menga boqmaydi. Bilmasangiz borligingiz baxtimdan darak. So'zingizdan sevlar yurak, ming yaxshilar menga ne kerak. Siz amadan yaxshisiz ona, borligingiz baxtimdan darak.
Yosh edim, bilmadim ona qadrini. Sizingga kirmadim, kechir onajon. Bir parcha go'sh edim, o'stirding meni. Tunlari oyimsiz beshik oldida, mana men ulg'aydim, voyaga yetdim. Onaning qadrini tushunib yetdim. Balki kechirgaysiz gunohlarimni, yoshlikda bergan azoblarimni. Tunlari bedor kechagina, tong uyqusin kechagina, orzusi arshga uchgan onalarga ming ta'zim. Kuyinadi, kuyadi, bolasini suyadi, totli bir hissiyadi, onalarga ming ta'zim. Farzandiga mehribon, quvonchiga dunyo tor, bag'rida inar bahor, onalarga ming ta'zim. Uxlamagan o'zingiz, uyqularga to'ymaganmi? Shu chiroyli ko'zingiz, uxlasam ham uxlamasam, shirin bo'lgan so'zingiz, shuning uchun ajrlarni tez tushungan o'zingiz. Onajonim gullar bilan to'lsin bosgan idingiz, endi sizga farmonadir o'g'lingiz qo'rqizingiz. Ona bor dunyoda yashash murdacha, onani tarifi-yu mehri boshqacha, kirsa-yu 90-100 yoshgacha, ona bor hayotda yashash boshqacha. Allohga alishmasman dunyoni, ming bitta duodan afzal har so'zi. Devona qilurman dardman daryoni, bir tomchi yosh yana namlansa ko'zi. Terib qo'ysin barcha shoir deganni, she'rlarini baland tog'ning toqiga. Mingta majnun nima bo'libdi? Arzimas sochining bitta oqiga. Shurga emas kechirsin Xudoyim o'zi. Men faqat onamni tavaf qilaman. Boshidan o'girib ichgan suvimni 100 mingta zamzamdan afzal bilaman. Bilsam o'stirik ma'budga onam, aslida mehrdan qo'yman. Nurdayim pok, oppoq kalba jonam, meni sovuq
ustozlar. Otamizdek mehr verdingiz, xuddi farzanddek ko'rdingiz, nodonlarni inson bildingiz. Sizlarni
ardoqlayman ustozlar. Otamga teng mehringiz e'zozlanan noming. Shogirdlar, kuylarmasingiz sizlarni ardoqlayman. Sizga bahorim yo'qday beg'uborib ishongan suyanch tog'im omon bo'ling ustozim. Aqlimizga nur ziyo mehribon va tarbiya berib ta'lim tarbiya omon bo'ling ustozim. Komil avlod bog'boni yuksaltuvchi vatanni millatning sharaf shoni omon bo'ling ustozim. Ertadan maktabga shoshib borar ustozim, xush kelibsiz deb bizni kutib olar ustozim. Qo'llarim ko'ksimdadir, qilaman doim ta'zim, minnatdorman har doim sizdan aziz ustozim. Ilm sirin o'rgatgan tinmay, charchoq nimaligini sezmay, xizmatlaringizni aslo unutmay, sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Otamizdek mehr berdingiz, xuddi farzanddek ko'rdingiz, nodonlarni ham inson bildingiz, sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Otamga teng mehringiz, e'zoz bilan nomingiz, shogirdlar kuylagan madhiyangiz, sizlarni ardoqlayman ustozlarim. Fan bog'ning bog'bon samolim, million tillarning doston samolim. Sen o'rgatding ma'rifatdan zo'r kitob, bu kitobga nur sochishda zo'r oftob. Xazinasan qalbimning mehr diyorasi. Unda porlar ulug'larning ziyosi, do'stlik ma'rifatdan dars berdik. Butun umring joning fido farzandga. Yetaklasang doim oliy maqsadga, baxti iqbol doim senga yor bo'lsin. Vatanim shoni shuhratga jo'nsin. Yillar turarmi sochlaringizda oq, yoki burning yurtda tegib ketdimi? Ezgulik yo'lida yorug' dilingiz, ko'zingiz nurga singib ketdimi? Shogirdlar har bir o'g'il qizingiz, oqlaydi siz bergan nom u tuzingiz, ularning yutug'i sizning yuzingiz, shu bois ko'zingizda yosh qalqib ketdimi? 4 yil ta'lim tarbiya berib, xuddi ota-onamizdek yaxshi ko'rib, ajratmagandek yomon bo'lib, bayramingiz muborak ustozlarim. Yuzingizda tabassum bilinar, qalbingizda mehr ulashar. Ustozlik kim bo'la olar? Bayramingiz muborak ustozlarim. So'zlarimni aytolmayman men sizga. Mehrlar berdingiz doim bizga, yomonlikni tilamadingiz hech kimga. Bayramingiz muborak ustozlarim. Siz muallim, bizlarga berib ta'lim, san'at sirin o'rgatib, to'g'ri yo'lni ko'rsatib, mehrli yuzlaringiz, sehrli so'zlaringiz. Siz otamday mehribon, biz o'g'il qizlaringiz. Qazib qo'ygan qalam o'rgatibnedir olam, kundan kunga chaqnashib, kuylasam kuyolam. Endi navbatda qizlarimiz ijrosidagi alli-alli raqsga beramiz.
bilimli, ilimli inson bo'laman. Va sizni va otajonimni haj va umra safarlariga jo'natmoqchiman. Otajon, men sizni yaxshi ko'raman. Mening yana juda yaxshilar. Agar birovlar ishga chiqmasa yordam beradilar. Men katta o'zimni o'yinni hajga umra safarlariga olib boraman. Oyijon, ilohim boshimizga sog' bo'ling. Dunyo tuguncha tirik. Boshim qo'yaylik. Bugun xalq bo'yingizga, qalbi dalam mehrlariga qo'yingizga, mehronim, qalbim, jonajonim, boringizga shukr deyman. Boringizga neki bilsa ham rastan qamatimsiz. Pok imonim yo'q, inson qamatimsiz. Dunyolarda topib olgan jannatimsiz. Boringizga shukr ona, boringizga Butun dunyo tinch va omonat
Baxtimizga yashar go'zal mehrdagi gullar. Yagona bir donam, osmonda oyim, yurak
Avvalambor yana bir bor rahmat, hurmatli ota-onalar, mana bugungi tadbirga vaqtlaringizdan ayamasdan keldingizlar. Sizga rahmat, o'quvchilarga rahmat, zo'r ko'zdan, zo'r rahmatlarga. Hozir shu o'quvchilarimizni bir qator taqdirlab, nominatsiya bo'yicha faxriy yo'llanma berib o'tamiz. Birodar eshitamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, aziz o'quvchilar, o'qituvchilar. Mana bugun 4-sinf har birinchi o'qituvchi tadbirni qo'yib o'tkazishga va mana shu tadbirdan yil davomida yaxshi o'qib, o'zini odobini, xulqini chiroyli ko'rsatib, ko'rib o'tirib o'tkazgan tadbirlarni bu uchun rahmat aytamiz va mana shu maqtov yo'rlig'i bilan bugungi taqdirlaymiz nominatsiyalar bilan. Ya'ni Jondon tumani 39 maktabining 4-A sinf o'quvchisi Ro'zifor Gulsoda sinfning eng shaddod o'quvchisi nominatsiyasi bilan taqdirlanadi.
Azam va Sabrina, sinfning eng a'lochi o'quvchisi. Rozik va Zaynura, sinfning eng aqlli va namunali o'quvchisi. Sinfning eng samimiy o'quvchisi. Amirxon, sinfning eng quvnoq o'quvchisi. Ne'mat Tashaffuza, sinfning eng mehribon o'quvchisi. Isrof va Mahmudina, sinfning eng bilimdon va intiluvchan o'quvchisi. Kim va Soliha, sinfning eng bilimdon va zukko'y o'quvchisi. Sharif va Charros, sinfning eng bilimga chanqoq o'quvchisi. Safar Dadaxon, sinfning eng sportsevar va ilg'or o'quvchisi. Sinfning eng tartibli o'quvchisi. Sharof va Shirina. Sodiqboy Masih, sinfning eng odobli o'quvchisi. Shuhratova Qarzona, sinfning eng bilimli va kitobsevar o'quvchisi. Zokirov Nurbek, sinfning eng faol matematik o'quvchisi. Umar Azbek, sinfning eng mehnatsevar o'quvchisi. To'liq va Gulasan, sinfning eng bilimli va ijodkor o'quvchisi. Hammangizga rahmat yana bir so'z rahmat. Ana ko'rdik, hurmatli ota-onalar, buvijonlar, qizg'oyimizdan kelgansizlar. O'quvchilarimizni ko'rdik, farzandlarimizni. Ana endi shuncha shirin qo'shiqlar aytdi, yaxshi qo'shiqlar, she'rlar aytdi. Yana bir Rahimov ustoz, ana bir ota-onalardan ham, buvijonlardan bir yaxshi tilaklarni bir eshitaylik. Kim? Ana Assalomu alaykum. Mana bugun nevaralarimizni bitirish tadbiri ekan. Men juda xursand bo'ldim. Ularga gap yo'q. Juda ajoyib tayyorlanishibdi. Ana shu ustozlarga rahmat, o'quvchilarga o'zini qilgan mehnatlariga ham katta rahmat. Ana rasmdan farzandlarim nima o'qigan? Nevaralar nima o'qidi? Bunga katta rahmat, bunga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Oilasidan tinchlik, osoyishtalik tilaymiz. Doim Alloh panohidamiz. Mana shu nevarajonlarimizga ham katta rahmat. Shu tadbirlarni qatnashib, charchamay, bilimlarga kelajakda ularga buyuk inson bo'lib, mana shu o'quvchilarni, ota-onasini yuzini yerga qaratmay, yuksak cho'qqilarga chiqishlariga tilakdoshmiz. Doimo sog'lik, salomatlik bo'lsin hammamizni xonadonimizda, mana shu farzandlarimizga, kelajakdagi o'qishlarga juda ajoyib inson bo'lib yetishlariga tilakdoshmiz. Onalar, mana bugun xayr o'qituvchim, birinchi o'qituvchim mas'ul yurti tadbiri birinchi o'rinda Rahimov Istom akaga
rahmat aytamaysan bunda. İlon boşuysa omon bilsin. Hamma vaqajda bolalarni o'qitishdan charchamayın. Hech qachon dard, g'am, nima qilmayman. Doimo bachalarimizga shunday tarbiya berdingiz. Sizga katta rahmat. Boshimiz yerga tegguncha tarbiya qilamiz. Sizlarga rahmat. Assalomu alaykum. Aziz mehribon ota-onalar va hurmatli ustozlar. Mana bugun farzandlarimizni xayr birinchi o'qituvchim tadbiriga yig'ilgan ekanmiz. Hammalaringiz xush kelibsizlar. Hurmatli ustoz Murat, jahonda eng buyukli, sharafli kasb egasi bo'lgan siz mo'tabar insonlarni qanchalar ulug'lasak, shunchalar oz. Chunki siz inson qalbiga shundayin bir ziyo taratasizki, uni hech bir narsa bilan o'lchab ham, baholab ham bo'lmaydi. Bu farzandlarimizga berayotgan ilm hunardir. Ana shunday ma'rifatli, mashaqqatli ishlaringizga omad, zafarlar tilaymiz. Doimo sog' bo'ling. Yillar kutdim, tunlarim bedor. Ishqing uzra bo'ldim-da bemor. Berdi Alloh shukrimni ming bor. O'g'lim sendan umidim katta. Oppoq o'rab, oppoq taradim. Senga omad, zafar so'radim. Oppoq o'rab, oppoq taradim. Senga omad, zafar so'radim. Duo qildim, baxting so'radim. O'g'lim sendan umidim katta. Men yashadim, ko'rdim kunimni. G'am anduhga bo'lib tunimni. O'zing yorit, o'zing tunimni. O'g'lim sendan umidim katta. Seni dedim, senla tinmadim. O'zim uchun bir ish qilmadim. 5 kunligim bormi bilmadim. O'g'lim sendan umidim katta. Assalamualaikum warahmatullahi ustozlar, aziz bolajonlar, sizlarni mana bugun xayr birinchi o'qituvchim bilan tadbirlarni yana bir bor tabriklayman. Ustozga katta rahmat aytamiz. Kattalarni orqasidan yaxshi gaplar eshitishga nasib qilsin. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Dunyoda kelajakda hayotingizga eng yaxshi insonlar bo'lib yetishlarini so'rab qolaman. Doim sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga katta rahmat. Yaxshi kunlarni ko'rish nasib qilsin. Avvalambor assalomu alaykum. Xush kelibsizlar 39-maktabga. Ana ustoz Istam bugun birinchi o'qituvchilarni xayrlab kuni, xayrlashuv. Bu ustoz meni farzandimni ham o'qitganlar. Yaxshi, ta'limli, ilmli. Iloyim o'shanday nabiram ham bo'lsin otasiday. Iloyim shu ustozga umr tilayman. Dunyo turgancha turing. Farzandlarim siz 100 yoshga kirganda ham borib sizni qo'llab-quvvatlasin. Ota-onalari hammalaringizga rahmat, xush kelibsizlar. Endi hozir yana bir minut. Ustoz, endigi so'z navbati o'zingizga. Avvalambor assalomu alaykum. Hammalaringiz xush kelibsiz. Hurmatli rahmat. Endi nima deyman? Mana shu 4 yil bergan ta'limga rozi bo'linglar. Qo'ldan kelgancha mehnat qildim, harakat qildim, o'qishni o'rgatdim. Baribir biz bilan bularga sizlarni ham sizlaringiz hammalaringizni hurmat qilaman. Hammalari sog' bo'linglar, maktablar rohatini ko'ringlar. Kelajakda mana shular xuddi menga o'xshagan, ustozlarga o'xshagan kim bo'lishidan qat'iy nazar bilan yaxshi kasb egasi bo'lishini tilab qolaman, niyat qilaman, Allohdan so'rayman. Mana shu kattalik bo'lsin, o'ssin, shu farzandlaringizni rohatini ko'ringlar. Biza ham, sizlar ham shularni qatoriga so'rab kelinglar.
Ruhsat berasizlar shuncha farzandlardan minnatdorlik ko'rdingizlar. Bilasizlar karantinga tushib qoldik, qilolmadik. Ana sizlarni talablaringizga binoan shuncha nima qildik, hammasi ko'rish yaxshi bo'ldi. Rozimisizlar? Bitta narsadan xursand bo'ldim. Faqat bularni o'ziga ana shu tashladim. Men o'sha birinchi eshitganimda shularni she'rini qo'shig'ini ustozlarimda shuncha masalan kamida 20 ta sinf chiqaraman. Kamida 20 ta sinf chiqaraman. O'zim gapirolmay qolib, ko'zimda yosh keldi. Masalan, o'quvchi shuncha tayyor ekanligini sezdim. Rahmat. Endi ruxsat berasiz. Yaxshi qo'shimiz bo'lmaydi. Undan ham bir shularni farzandlar bilan birga o'ynayapsizlar. Rasmga tushsalar, keyin bitta sinfga boramiz. Tabriklarga qo'l qo'yinglar, yilni oxiri. Har cho'qilmayman. Shu cho'raklar yilga qo'yib ketinglar, bog'siga ketmaymiz. Keyin cho'qilmaymiz. Hammalarga rahmat. Say,